sizlarga o'xshash odil bir qozining mening ayolimning va uşaq balachoqlarimning haqqini zoya bo'lishiga rozi bo'lamdilar. Ha, degininiz to'g'ri. Men eng oxirgi dinargacha haqqingizni uning halqimda tartib chiqaman. Alloh sizlarga uzun umr bergay. Uni at sotqa chiqirman, asirman. Janobi qozi, qarsizlar? Nima ish bo'ldi? Bu odam butparastlikni tabliq qilib o'tibdi. O, xalqning oldida sot qilinish kerak. Qo'yib turinglar, hamma odam yig'ilsin. Mana. Nima ish bo'lib ketdi? Bu shaharda butparastlarning tabliq qilish haqqi yo'q ekanda. Voy, men haqiqatan aqlimdan odishib qolmaganman, ha? Hiç bilmedim. Men uyg'oqmi yoki uyqudimi? Yaxshisi, buningdimi bekerek sarg'ib ketmasda bu yerdan ketib olay. Muqaddas Bartolomeya Chirkovi. To'g'ri o'qidim bo'lmasa. Bu yer chirkov ekan. Bu nima degan gap endi? Nima bo'lib ketdi? Kechiring apandim. Chirkov degan nima gap? Bu chirkov Yahudiy qavmining ibodatxonasimi? Yo'q, birodar. Bu yer cherkov, xristianlarning ibodat qiladigan joyi. Xristianlarning ibodatxonasi bormi? Nima ishingiz bor, birodar? Kechiring. Bu nima? Siz butparastmi? Yo'q. Men faqat so'rab baqdim shu. Bu Mevlayimiz İsa'nın muqaddas Kristga esilgan holatdagi haykali. Muqaddas Krist? Ha. İsa'nın haykali? Ha. Siz muqaddas Krist va haykalni ko'rib boqmagandek qilasiz. Yo'q. Ko'rmagan edim. Rahmat.
O'zlarining iltifotlariga ko'p rahmat, Filyos ustoz. Savrchan bo'l, birodar. Allohga omonat. Voy xudoyim, nimachi tunish ko'rindi. Bilmedim, ular xatolashib qoldimi yoki men xatolashdimmi? Kechiring efendim. Non olmoqchi edim. Qayerdan olsam bo'ladi? O tarafdan. Rahmat. Non olaydigan. Man qara, sen bugun mendan shaharning ismini so'rgan yiliqi odam shu emasmi? Ha, shu. Qanchalik non olsang, iliva. Bizning ta'limimiz keldi. Bu musofir xazina tepibdi. Men shundayman. Men qara, bu tengi Daqyanusning zamonidagi teng ekan. Joyi depamicha u hargiz qo'yatmaydi. Ey musafir. Bu tengilardan qancha tepib olding? Gap qila. Nima deding? Bu tengilardan qanchalik tepib olding deydi. Nima demoqchi ekanligingizni tushunmadim. Men qara musafir. Biz seni qaysi shaharda ekanligingni bilmaymiz. Ammo bizni aldayman dema. Nima ishga oldig'idekman? Bilmadim, sizlar nima to'g'risida gap qilyapsizlar? Bu xazinani qachon, qayerdan topding? Man qara apandi. Men sening xazina degan gapingni faqat tushunmadim. Ammo xohlasang bu tanga sening bo'lsin. Oshqinni olmayman. Tushundingmi? Sening bo'lsin, ala. Hey, to'xta. Nega borsan? To'xta deyman, to'xta. Nima ish bo'ldi? Chat kutura. Man qara musofir. Biz bilan kelishsang o'zingga foydali. Buncha oshko'z olma. Agar askarlar bilib qolsa, ham xazinani qo'ldan berib qo'ysan, ham jarimani to'laysan. U chaqda hech kim seni orttirolmaydi. Shunga yaxshisi, sen aqlroq bo'lgin. Agar uning 3dan 1 qismini biz bilan taqsimlashsang, qog'onlarni xajlash yo'lini sana deb beramiz. Sizlar nima degan qonlashimgan? Biz birlikda taqsim qilaylik. Hey, to'xta deyman, nega qochmoqchisan? Qochma. Qayaga? Nega? Qarg'anda bek oshko'z o'xshamamsan. Sarang qilishdingmi? Ner turish? To'xtab tur. Kechib ketgil qo'ymayman. Sarang olishdingmi? Meni qo'yib etish. Xaloyiq, bu odam xazina tepibdi. Kechib ketmoqchi bo'lyapti. U xazinaga yolg'iz ega bo'lib olishingga yo'l qo'ymaymiz. Bosh topshirig'isi yo'q-ku. Yolg'on deydi, yolg'on turish. Xazinaning o'rnini depamiz bo'lmaydi. Kechib ketmoqchi bo'lyapti. Ner turish deyman, ner turish. Qochirib qo'ymanglar.
Ne bo'ldi? Bu odam xazina tepib olibdi. Qechib ketmoqchi bo'lyapti. Bu odam xazin tepibdi, andin kechib ketmoqchi bo'lyapti. O rastamda mangayli. Haqsizmi kelinglar. Arqa turinglar. Uni biz topgan. Uni biz qo'lga tushirdik. Mukofotimizni olmasak olmaydi. Uni biz qo'lga tushirdik deyapman. Mukofotimizni olmasak olmaydi. Kessangiz bo'ladi. Baş üstüge. Ali janob, bir odamni tutib oldik. Xazina tepib olganda qiladi. Uning yenida bu tengi bor ekan. Ali janob, qarab baqsizlar. Ertaga qoldirib qo'yinglar. Men bugun charchab qoldim. Janob qozi qarsizlar. Ajoyib teng ekan. Charchagan bo'lsam-mo kerak yo'q. Uni ekilinglar. Uni ep kelinglar. Qani ayta, bu tengini qayerdan ekelding? Bu o'zimga taalluq tengi. Bir joydan akaginim yo'q. Yaptın deyen çaqçaqçıda qılmaysan. Bu tenge bizning zamanımızga mensub emas. Hazırlık tengiler bundaq emas. Bu tenge bu zamanda senin yeningda nemish qiladi? Mening degidek boshqa gapim yo'q. Yana desam, bu tengi o'zimning va boshqa joydan epganmadim. Manqara efendi, men charchab qoldim. Sen bilan dard talash qilish xo'sh yoqmaydi. Shunga men bir ishga qo'l tiqishga majbur bo'lmasda, o'zing iqro qil. Zodi bu tengini qayerdan olding? Mening javobim yana shu. Agar yana 1000 qatim so'ralsa-mi, mendan boshqa javob ololmaydilar. Ma'lum bo'ladi. Gerçi derra og'zini ocha oladigan bo'lsa-mu, ammo men inchik tadqiq qilib tekshirib ko'rganga qadar sabr qilay. Bu tenge bak qadimki tenge ekan. Meningcha oliy janob Teodosning mushaviri janobi Barnabas o tengining tarixi va qanchalik qadimligini ayriya oladi. Sen hükümet qasriga berib Barnabasni chaqirib kelgin. Tez bo'l. Xo'p. Adrian, Antonladın bulup, bundan 300 yıl ilgiri yaşayan. 300 yıl ilgiri? Dostimiz Cenab-ı Barnabas tarixshunos. O bu tenge bundan 300 yıl ilgirki zamanға taalluqkan deydi. Endi ite, bu tengini qayerdan ekelding? Zodi qayerdan? Men Ali janob, agar ruxsat qilsalar, avval men sizdan bir savol so'rasam. Boshda men savol so'rdim. Men hech nimani bilmayman. Agar sizga qandoqli javob beray, foydasi yo'q.
hech narsa o'z joyida emas. Go'yo dunyo ostin ustin bo'lib ketgandek turdi. Oliyjanob, o'zlari xristianmi? Nima ish so'raysan? Ha, men albatta xristianman. Uni desang, men kichkimdala xristian edim. Hattoki imperator xristian bo'lishdanmi burun. İmparator, ya'ni imperator Hadrian va Diokletian islomi xristian bo'ldimi? Man qara, sen zodi nima deyapsan? Hadrian burunli o'lgan. Diokletianus degan kim? Zodi sen qaysi shahardan efendim? Hadrianning zamonidagi tengini nereden topding? Ayta. Men o'zimni Filadelfiyalik deb o'ylayman. Ammo bu Filadelfiya bo'lmasligi mumkin. Alloh bilan qasamki, men hech nimani bilmadim. Men hech narsani tushunmay o'taman. Adrian tunugun Filadelfiyada edi. Bugun u burunli o'libdi. Tunugun hamma odam butparast edi. Bugun hammaylan bir ilohga ishini ekan. Tunugun Janus ibodatxonasi va Jupiterning haykali shahar darvozasi oldida edi. Bugun ulardan asarmi yo'q. Tunugun hamma ibodatxona edi. Bugun cherkov. Ey mehribon Alloh. Men bo'lsam sening qaymoqqan bandangman. Hech narsani bilmay qoldim. Manga bildirgin. Qara, sen hozir bizning qaysi yilda yashayotganligimizni bilamsan? Albatta bilaman. Ya'ni bilaman deb qarayman. Tunugin biz bu shahardan ketgan chaqda 890-yil edi. Balkim u tunugin bo'lmasligi mumkin. Faqat Parvardigorim o'z biladi. 890. Nimaga asosan? Rim qurilgandan boshlab 890 yil. İsa'nın tug'ilgan yili 753-yil. 890. 37. Yani 137. Miladiyadan keyingi 137-yil. Demek, Hadrian'ның oxirgi yiliga to'g'ri keladi. Qozi janoblari, Hadrian o'lgan chaqda Filadelfiyaga Diokletianus hukmronlik qiladi. Bu to'g'ri. Hayron qolarliq bu. Men qara apandi, men sening nima demoqchi ekanligingni texnicha tushunamadim. Ammo sana bildirib qo'ymasak bo'lmaydi. Hozir bo'lsa, İsa tug'ilgandan keyingi 437-yil. 300 yıl ilgari sening so'zlaringga ishonmasak ochiqin kelmisan? Tuzli da vereyli. Sen belkim tepib olgan bu boyliqni saqlab qilish uchun yuqorqida xiyoli va yolg'on yovdaq gap so'zlarni to'qib chiqqan bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi haqiqatni ayt. Bo'lmasa biz seni osonlikcha qo'yib etmaymiz. Men bilmayman. Haqiqat zodi nima? Chunki o'zimmi gangrab hayron qilyapman. Uni opirib bir necha darra o'ringlar. Haqiqat esik kelsin. Men bu chehrining orqasiga bir haqiqat yoshiringandek his qilyapman. U haqiqatni behmo bilgim bor.
Hadrianos. Hadrianos. Oy. Bu nime? Burun bunlar narsa yok idi. Qaranglar. Acayip iş. Qaranglar, qaranglar. G'alati ish bu. Bu taşla. Endi bu taxtay. Xatlarini yaxshi o'qig'ili bo'lmaydi ekan. Konrad sunib ketibdi. Va qadimiy bo'lsa kerak. Belki Janob Maksimilianning bunundan xabari bo'lishi mumkin. Men bu qarni Janobi Maksimiliandan burildi bilatdim. Ammo bu taxtayni ko'rib boqmabdi ekanman. Ha, Hadrian. Ular keçip ketdi. Maxi. Maxi. Qan Maxi. Bu qandaqlı bo'lmasin biz to'g'riliq yozilgan ekan. Avval Maksimilianning ismi, oxiri Tilmixoning ismi. Tilmixoningla ismi aniq yozilibdi. Buni kim bu yerga esib qo'ygandi? Bu qachongi taxtaydi, ha? Bek ko'nirab ketibdi. Janobi Maksimilianga birak kelishmaslik kelib qolmasa bo'ladi. Onun gap qilish qarori kelmaganligini bilib beqishimiz kerak. Ha. Ita branas isin keldimi? Ha? Mening deganlarim haqiqat. Yana deyman. Men va do'stlarim tunugun balkim 2 kun ilgari bo'lishi mumkin. Bu shahardan qochib ketdik. Tunugun akşam İmparator Hadrianus bu yerda edi. Allah. Bizga yordam qilgan. Bizni qanday qilib qo'ydi? Siz do'stlaringiz bilan bu shahardan nimishga chiqib ketgan? Ular bizni o'ltirmoqchi edi. Chunki biz bir Allohga ishongan edik va imperatorning oldida qulchilik izhor qilishni xohlamaydik. Tunugun akşamni bizga tövbe qilishimiz uchun fursat berdi. Ammo biz Fidias va Allohning yordami bilan Filadelfiyadan g'arqqa qochib ketdik. Bugun men yenimda bor bo'lgan bir tal tangi bilan do'stlarimga non ilish uchun bu yerga kelgan edim. Men Maximilian Diocletianusning mushaviri. Sizlar kim apandilar? Ay, bu yer qaya? Yo'q, Maksimilian dedingmi? Janobi qozi, bu odam rost aytgan bo'lishi mumkin. Angelos g'arida shahid bo'lgan, hech kim yiqilishga jur'at qilolmagan eliqqa jasadlar imperator Hadrian va Diocletianusning zamonida qasrning 6 nafar mushavirlari va bir podshoh bilan birga g'arqa kechib ketgan. Ular shu g'arqa so'linib qolib o'lgan. Ha, Angelos g'arining shahidlari. Shundoq. Qo'rqinch jasadlarning egilari. Shundoq men bu voqeaning qissasini davlatlik arxivlar omborida bir taxtaydan o'qigan. Ularning hammasining ismi esimda yo'q. Ammo jazm qilamanki, ularning birining ismi Maximilianus edi. Yana birisining ismi Tilmiqa. Yavanis, Sodianus, Dinasus, Martinus va Padichi Antonis. Allah, menga yordam qilgin.
Siz hozir g'ordan chiqdingizmi? Ha. Angelos tig'idagi g'ordan? Ha. Shundoq. Ha. Sizlar bu 300 yil jarayonida g'orda nima ish qildinglar? Biz uxlagan edik. Oldingi oqshom qiyin qistoq qo'g'lash va qechish bilan uxlag'idek fursat chiqmagan edi. Bugun atdigan g'arga yetib kelib uxladik. Mana hozir uyqudan uyg'ong'ili faqat bir qancha soat bo'ldi. Bu odam bizni masxir qilyapti. Efendim, jo'ylama. Bizning vaqtimiz yo'q. Ayta, bu tengin qayerdan kelding? Men jo'ylamadim. Jo'ylaganni ko'ryapman, jo'ylaganni anglayapman. Bu shaharda hamma odam meni taniydi. Mening uyim bu shaharda mashhur edi. Ammo hozir nima ish yuz berdi bilmadim. Menga ishoninglar. Sen so'zlaringga ishonishimizni kutamsan? Agar o'zing bizning o'rnimizda bo'lgan bo'lsang, ishonamsan? Sizlar to'g'ri deysizlar. Men o'zimmi nimaga ishonishimni bilmay qoldim. Endi bo'ldi qil. Sen xazina tepib olgan o'rinni yo'shirish orqali bosh topshirishdan qochmoqchi bo'lyapsan. Ammo jazm qilginki, biz cho'qim sen iqror qildirmas. Un apringlar, xazinaning o'rnini aytib bergan qadar uringlar. O rastullah, derrige loyiqmiki? Men uning gap so'zlaridan hech narsani tushunamadim. Ammo men uning so'zlariga ishondim. Bu adamlarning padişahdan qechib, g'orni tanlaganligiga ishonchim komil. Men bu qissani hozirgacha to'liq anglab baxmagan edim. Balkim mening tarixshunos bo'lganligim buni bilishga intilishimga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, to'xtinglar. Qo'llarini yishib et. Mening uyim bu shaharga mashhur degandingiz. Uyingizning o'rnini bizga ko'rsatib bera olamsiz? Agar bu shaharning beshiga kelgan baloyi ofat mening uyimning beshiga kelmagan bo'lsa, ko'rsatishga hozirman. Sizlik bir askar qo'shib beray. Qayani xolislar, shu yerga apaslar. Meningcha sizlarni bilib basila. Bu ish biz tasavvur qilgandan olqib ketgandek turadi. Bo'ladi. Men siz bilan birga boray. Napi bilan ikki askar hozir bo'lsin.
Agar 300 yil o'tdi deganda, ko'chalarning ismlari cho'qim o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Shunday emasmi, janobi qozi? Shundoq. Bu yer to'nish taqinmamdi. Bu yerni to'namam ekansiz. Yo'q. Hech qaysi menga tonish emas. Yo'q, tonimayman. Bu yer-chu. Bu yer tonishdek turdi. To'xtab turinglar. To'xtanglar. O tarafdan. Yo'q, o tarafdan. Yo'q, bo'lmadi. Yaxshisi, shahar darvosidan boshlaylik. Men o tarafdan uyimni cho'qim topa olayman. Janobi Barnabas, bu o'yinni tugatsak bo'larmikan? Biroz sabr qilsala, nima ish bo'ladi ko'rib boqaylik. Bu masalaga nisbatan bir xil xushallanarlik tuyg'usida bo'lyaptimi? Bo'ptamsa. Oliy janob Teodosning mushavirining talabini rad qilib bo'lmaydi. Arios janoblari silni saqlayotidi. Marhamat. Arios janoblari kutubxonada. Men chaqiray. Arios janoblari, Felius ustoz keldi. Allohning salimi Moispit Ariosga bo'lg'ay. Filius ustoz aman bo'lg'ay. Marhamat, o'ltiring. Anglashimcha siz meni Angelusga apamoqchi ekansiz, shundaqmi? Men g'arning uchun ko'msam bo'lmaydi. Nemishqa? U g'arga yiqilishga hech kim jur'at qilolmaydi. Men bir qitim shu g'arga kirib yiqishni maqsad qildim. G'arga 100 metr qolganda meni shunchalik bir qo'rqinch besib ketdiki, men kirishmoq istadim, yondim, inib ketdim. Bilaman. Agar Alloh xohlasa, men bardoshlik bera olaman. Men u yerni cho'qim ko'rishim kerak. 7 inson va ularning itlarining jasadlarining 300 yildan keyin chirib ketmay turishi qandaqmi mumkin bo'lsin? Mana buning o'z o'lgandan keyin qaytarilish uchun bir oshkor alomatdir. Kallamda bir oz xiyollar bor. Ularni ko'rish orqali oydinlashadi deb o'ylayman. O'zingizning ixtiyori, ammo men deb qo'ydim. Ularni ko'rsangiz kallangizga har qanday xiyol uchib ketadi. Janob Arios. Urug' tuqqanlaringizning ichida bu rasmga, ya'ni ulug' bovingizga o'xshaydigan bir kim bormi? Ha? Bir kim bormi? Yo'q. Mening bilishimcha bundaq bir kim yo'q. Ajoyib ish. Men bugun bir odamni ko'rdim. Bu rasmga nihoyat bak o'xshaydi ekan. To'xta. Ko'p o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, yana bu yerni taniydi ekanman. Bu o'yin taniyman. Bu janobi Ariosning uyi.
Bu yerda dalonga chiqadigan bir maxfiy laqma bor. Bu yerda hech nima ko'rinmaydi-ku. Albatta ko'rinmasligi kerak. Bu bo'lsa maxfiy laqma. Biz mush yerdan qochgan. Shahar sepilning yanida yana bir chiqish eg'izi bor. Ayoq. To'xtab tursizlar. Mening tayyorligim yo'q. Agar Helen, Erikmet va Galus uyda bo'lmasa, men qanday qilaman? Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, siz haqiqatni qabul qilmasangiz bo'lmaydi-da. Ey Alloh, menga yordam qil. Kimni izlaysizlar? Helen? Yo'q. Helen, Siz kim u? men